Hop, endi Shukrulloga bir yangi partiyasi kelarmikin? Zoti tozalar, cho'rni postira kelarmi degan obunachilar mana sizlarga o'ta go'zallaridan, o'ta zo'rlaridan kelibdi. Soni 40 bosh atrofida buqa kelgan Shukrullo do'stimizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Soroy bozori kanali hurmatli obunachilari. Bizni muntazam ravishda, tasodifiy ravishda kuzatib borayotgan YouTube ishqibozlar, chorva ishqibozlari, mana bunday sigir ishqibozlari, mana bunday xunajin ishqibozlari. Mana bugun sizlar uchun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur optimchilar va arzonchilar yig'ilgan Saroy qishlog'i Toshloq mahallasidan o'sha siz tanigan, siz bilgan arzonchi optimchi do'stimiz Shukrullo do'stimizning milliy mol firmasidamiz. Obunachilar, bugun Shukrullo do'stimizga mana bunday zoti toza bitta atkurmani moli kelibdi. Obunachilar, xudo xolasa bir qator bir donadan like tugmachasini bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Biz bo'lmasa obzorini boshladik. Hop, bugun 10-noyabr haftaning dushanba kuni barchangizga boshlagan kuningiz xayrli bo'lsin 2025-yil. Xohlasa biz bo'lmasa boshladik. Bir donadan like bosgan bo'lsangiz, qani siz navbatini Shukrullo do'stimizga beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Omonbek. Keldingizmi? Charchamas, olib kelib oldingizmi? Assalomu alaykum. Zo'rlardan olib kelgan Omonbek. O'sha at ko'rmani mollari, xudo xolasa eng zo'rlari. Hop, sonini aytib qo'ying, 40 bosh atrofida chiqib undan ham ko'pmas? Yo'q, 40 bosh atrofida Omonbek endi. Ha, atrofida. Sotdik. Bo'laveradi. Demak, yaxshilari buni mollar ertaga siyr qilsa, arziydigan mollar. xudo xolasa zo'rlari qopti. Qaysi tarafdan boshlaylik bo'lmasa? Hop, novoslardan boshlayman Omonbek. Ikkita Novos ham bormi? Ikkita novosim bor. Joningiz sog' bo'lsin. Lekin obunachilar mana nima deydi? Yangilik bo'libdi do'stimizga mana novos ham. Novoslar. Lekin endi shularda zotidan-da, to'g'rimi? Omonbek, Endi bu ham novoslar o'ta zo'r, yaxshilik uchun olamiz novos. Asosan kelmaydi, bilasiz. To'ppa to'rali yaxshi narsa uchrab qolgani uchun albatta Simental gibrid. sementali gibrid. Shved. Inasi, ota semental. Buni-chi? Mana Mickey Mouse. Mickey Mouse. Toza, yaxshisidan. Hop, buni yosh oyligini ham bir qator aytib o'tingchi. Omonbek 4 oylik atrofida, ana kattaligi emas. 4 oylik atrofidagi. 4 oylikdan ham kichikroq. Aha. Narigi bir 4 oylik atrofida. Hop. Mollar o'ta zo'r. Bo'ylarini o'lchab qo'yaylik. Bo'yi Omonbek. Ko'ring. Hop. 4. 1 cm. 1 metrga to'radimi? 1 metrga 2 ketaversa, mana ministr. Ha, to'g'ri. Endi 1 cm qo'yg'i suyuqqa degan narsasi bor. Bu ham 1 metr quyilsaga Omonbek. Bo'laveradi. Bo'lmasa 1 metrga qo'yg'i suyuqqa ketaveradi. Bo'lmasa, endi ochig'ini aytaman, asli sizning yo'nalishingiz xunojin. Xunojin. Endi Yaxshi, yaxshisi zoti yaxshisi ushlab qoldi, shuning uchun olib keldik. Xudo xolasa yaxshi mollar ertaga boqsa tonnalaydi. Xo'p. Xolos endi yash kichkinaligi uchun sal iligroq bo'lib turibdi. Yo'qsa cheyin berishsa bular o'ta polvon narsa orqalari. Kepaklasi tursa, xudo xolasa o'ta go'zal holatda buqacha bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa narxini aytingchi, ikkalasini bitta joyga aytaveramizmi? Bitta aytaveramiz Omonbek. Xo'p. Ikkovi 25 million qo'sh kerak Omonbek, 12,5. Aha. 12 dan bersin 24 million kami bor. 12 million so'mdan-a? 12 milliondan xunojinni pulida Omonbek. Endi ochig'ini aytganda obunachilar, Bilasiz, 12 million so'mdan kamini qilib berasizmi? kanalimizda bilasiz, arzon qo'yaman, imkon darajasida. Kanalni like bosib, Xudo xolasa rivoj uchun. qo'llab-quvvatlab turasizlar, xudo xolasa o'zimizni, do'stimizni kanali. Ha. Like bosib, like pul olmaydi. To'ppa vaqt olmaydi. Bosib qo'yasizlar, ko'proq odam ko'rish uchun sababchi bo'lib qolasizlar. O'shanday narsada bizni kanalimizga ochig'ini aytganda keyin ko'rishyapti-da. Ochig'ini aytaman, keyin ko'rishyapti, nimaga arzonman sotilib ketib qolyapti deyishyapti. Shunga like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar obunachilar. Mana bunday buqachalarni 12 million so'mdan endi bilmadim. Yana kami ham bo'ladi buni yana. Kami bor. Arqa nuqtasi bonusmi? Bonus dastlabki oddiy bo'ylab yetkazib beramiz. Agar telefon qilsa boshqa masalan Ohadan, Toshkentdan kelishgan bitta odamni uni o'ziga o'lkani ushlab qo'ysam qimmatlab ketadi, o'tirib kelmay o'zimga ushlab qo'ysam qimmatlab ketadi. Ikkalamiz kelishamiz. Yetkazib berish imkoniyati bor. Bor, O'zbekiston bo'ylab bor. Yetkazib berish imkoniyati bor O'zbekiston bo'ylab. Bali mana molni men 10 tasini olaman desin, Omonbek bu yerga ketaveradi. O'zbekiston bo'ylab dastlabkani kelishamiz. Vodiy bo'ylab umuman muammosi yo'q. Bitta olishsa ham yetkazib beramiz. Xudo xolasa 2 soatda yetib boradi vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab 2 soat oralig'ida kirib oladi. Bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar, buqacha menimcha yaxshi, o'ta go'zal. 12 million so'mni ochig'ini aytganda xunojin ham bermayapti-da. Agar buni imijini berib
Oxiringizga qarab yaxshi boqsangiz, xudo xolasa o'zini mevasini ko'rsatadi, yaxshigina foydasi bor. Bariga bosdan omonbek xudo xohlasa bittani sotishadi. To'ppa-to'g'ri, bittasi bekarga qoladi. Hop, endi obunachilar an'anaga muvofiq qolgan holda xunojillarni o'ta go'zallarini zo'rlar. ko'rsatishni boshladik. Mana bunday shved variantlaridan birinchisiga. Shved qara. Shu tarafdan boshlayveramiz a? Shu tarafdan ketaveramiz, omonbek. Shved qara. Voy jonivor, turishiga bitta like obunachilar ey. O'ta go'zallar. Voy jonivor ey. Bir-biridan go'zal. Oq quloq, oq tumshuq, istagan tuyoq. Bu ikkalasi jup ekan-a? Jup ikki. Ha, bo'lmasa bir qator bo'ylarini mana qiynalmang. Hop, bitta boshidan o'lsang, oxirini aytib qo'ygan, ya'ni qanaqadir ma'lumotlarga o'zingizga aloqaga chiqishaveradi. Omonbek 1 metr plus. 1 metr plus. Ha. 1 metr plus. 1 metrga olishsin. Hop. Endi bo'yga talashmaymiz. Ikkovini bir yerga olishsin Omonbek. Hop. Hop, 10 million qo'yish kerak siz kanalingizga. 9,5 dan. Omonbek siz kanalingizga 500 ming arzon qo'yaman. Ochiqga boshqaliklardan ko'ra 500 ming arzon qo'yaman. Oz qo'yib siz kanalingizda ko'ryapsiz. O'tgan safar ham ancha sotdim. To'ppa-to'g'ri, joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa kanalni rivoji uchun. Obunachilar albatta. Albatta, do'sting bo'lsa shunchalik bo'lsin deydi. Mana albatta like bosib, xudo xolasa, inshaalloh mana eng arzoni albatta har doimgidek Soroy bozorida. Hop, ikkalasini 19 million so'mga telefon qilishda kami ham bo'ladi, sunnatiga o'tib berasiz. Endi aytib qo'ydingiz. Omonbek telefon qilsin, bitmagan ish yo'q Soroyda, bilasiz-ku. Telefon qilib, men mol bugun bo'lmaydi bizda mol, Omonbek. Har hafta. Demak, videoni misol bir hafta 10 kundan keyin ko'rsa ham telefon qilsa, bir oydan keyin ko'rsa ham telefon qilsa mol bo'ladi. Mana Olaparovda Shved, xudo xolasa 40 ta mol bo'ladi. Aha. Kamida. Yo'qsa bundan ham ko'proq bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin. Qachon ko'rsa telefon qilsa, xudo xolasa ishlarni bitiramiz. Bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar telefon qilishga shoshilaverasizlar. 19 million so'mga albatta kami ham bo'ladi. Endi undan keyingi variantlariga Mickey Mouse. Jonivor. Kallalar ham o'ta toza. Firmani mol Omonbek. To'ppa-to'g'ri, o'zim misol tashqi ko'rinishi ham mana har safar aytaman, kiprigidan ajrataman toza mollarni, ochig'ini aytganda. Kiprik. Xo'p, bo'lmasa Yaxshi mollar. buni bo'ylar 1.5 atrofida oshiq ham chiqadi. Hop, Omonbek. 1.5. 1.5 sm. Hop, narxi. Narxi 10 million Omonbek. 10 million. 10 million. Lekin 10 million Omonbek arzon. ochig'ini aytaman arzon. Siz obunachilaringizga turrovni bir yerga olishsin 9,5 dan olishsin. 9 million 500 ming so'mdan. Bir yerga olishsin 9 million. Ye, obunachilar ey. Omonbek, mana uni yangi tug'ilganmiz o'zini ham 1000 dollar sotishyapti. To'ppa-to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Bilish qilib, apchayapmiz. Tanish qilib, bilasiz. Shuning uchun arzonroq qo'yapmiz. Ko'p mol, 40 ta mol, oz qo'yamiz, sotamiz. 9,5 dan 4tasini bitta joyga. bitta yerga shunday qilib Telefon qilsa bo'ldi, ha. Bobolar tanlab olaman desa Omonbek siz obunachilar 9,5 dan tanlab olasiz. Omonbek. To'g'risi meni shokka solyapsiz. Mollar arzon, hashaki mol emas. Ertaga sir bo'lsa, yaxshi sir bo'lib chiqadi. Albatta. Mana shvedlarda ham zotini bilasiz, mana ularda ham zotini bilasiz. To'ppa-to'g'ri. Ertaga sir bo'lsa, oddiy hashaki sirni 25 million sotyapti. Bular kamida 45 million sir bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Qolasa yaxshi mollar. Obunachilar telefon qilishga shoshilasizlar. Tanlab olishga ham 9 million 500 ming so'mni ochig'ini aytganda chiqayda bermaydi Omonbek. ochig'ini aytganda bermaydi, Haqiqatan haqiqatdan. solishtiraversin, boshqa men o'zim qo'ygan emas siz kanalingizga, boshqaga ham. Shunday hammasiga solishtirsin, xudo xolasa siz obunachilaringiz o'ta hammasini bir yerga olsin 9,5 dan cho'tib beramiz. Obunachilar 9 million 500 ming so'mdan eng kichkinasi narxida eng kattalari ham ketaveradi. Hop, bo'lmasa endi undan keyingi variantlarini hop, kattalari. Eng go'zallari Omonbek. Jonivor ey, obunachilar. Ko'rsatavering. Omonbek mollar. Nechtasini bitta qo'yamiz bularni? Omonbek. Hop. Hop. Bittani anada qo'yib beramiz. Ha, bitta kattaroq ekan. Ha. Bittani o'zini toza rossiyskiy Omonbek. Hop. Bo'yi 1.18. Ha. O'lchab ham beraveramiz. 1.18 bo'yi. Hop. Bu narxini Omonbek 15, 14 yo'q. 13 million 800 mingga kami bor. Siz obunachilar. Etepan boshqaga bo'lsa 14 million qo'yaman. Aha. Mol. Biz narxi o'shanda ham arzimagan foyda qilamiz. Siz obunachilar telefon qilsin, etepan 100 ming 200 ming foyda qilib sotamiz. Bu haligisi yo'q. Mol ko'p soni. Joningiz sog' bo'lsin, lekin obunachilar albatta narxiga bittadan like bosib qo'yasiz. Albatta otangga rahmat.
Kanalingga rivoj bersin deb like bosib ketinglar, xudo xolasa biz chiqarishdan charchamaymiz. Hop, 13 million 800 ming so'mga telefon qilishadi. Albatta kami bo'ladi. Bo'laveradi. Bo'lmasa, undan keyingilarini nechtasini ko'rsatamiz. Odamni ko'zi quvnab olmasa ham bor. Tomosha qilgan odam ham ochiqini aytganda maza qiladi. Havas qilib like bossin, xudo xolasa o'zlari xohlagancha bo'lsin uylarida. To'ppa to'g'ri. Hop, nechtasini qo'yaylik? 3 tasini qo'yamiz Omonbek. 3ta bir xil standart. Bitta yerga olsa, xudo xolasa, aytayapman, bittasini sotishadi, bahriga chiqib, bahriga xudo xolasa sir bo'ladi. Albatta. Masalan, 6 oylik, 5 oylik bo'g'oz sotsa ham narxlarni ko'rib turibsiz. 35 million, 40 million, 45 million, 55 millionga Sut berishiga qarab ko'tarilib ketyapti narxi, ochig'ini aytganda. Hop. Bo'lmasa ham Omonbek yaxshi hammasini. O'ta go'zal holatda. Endi hali mutsa bo'ladi. Ko'p maqtashdaligisi yo'q. Avvalo o'zlari kelib ko'rib olsa ham bo'laveradi. Hop, uchtasini narxini ayting. Omonbek Jo'o narxini mayda-chuda qilmaylar 12 milliondan olishsin. 3 jo'ni bir yerga 12 milliondan. 12 million so'mdan. Chiqayda bermaydi Omonbek. 12 milliondan olishsin, baraka topishadi. Tanlab olishi ham o'shana ketaveradi. Mayli, tanlab olishsin mayli. Sizni obuna. Ochig'i, yana bir xil ekan, standart ekan. Hop. Bo'lmasa 12 million so'mdan telefon qilasizlar obunachilar, albatta narxlar menimcha arzon bo'lyapti. Haftani mana bunday boshlanishiga yaxshi video tomosha qilganga yetmaydi, to'g'risini aytganda. Hop. Bo'lmasa undan keyingi variantlarida mana bunday. Mana ular ko'ring. Voy, jonivor, oyoq qo'llarini ko'ringlar. Qoni toza. Ularda orqa va Nechtasini qo'yaylik buni? 4ta. 4ta bir xil shekilli. To'ralasini ham qo'yamiz. Voy, jonivor, lekin mana shu kichkina ekani, lekin Ha, o'ta ko'cha. ko'chati haqiqatan kuchli ekan mana shuni. Hop. Eng kichkinasini bo'yini o'lchab qo'yinglar. Hop, yaxshi bo'ladi, o'lchavering. 1.5 ekan kichkina. 1.5 sm. Katta. 1.10 ekan. 1.5 ga 1.10. 1.5 ga 1.10. Hop, narxi ham o'shanga yarasha bo'lsin endi. Eng kichkinasini narxini qo'yaverasiz. Ular zot kuchli. Hop. Hashaki molga solishtirib, hashaki molda agar kattasini olsa ham Omonbek 10 million, 11 million, 12 million, 13 milliongacha olishadi masalan. To'ppa to'g'ri. Ularda olsa Omonbek, xudo xolasa aytayapman, bitta ayt ko'rma. Shunday fermaga olishsa ham, uyga olishsa ham, xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi. Qonigacha tekshirib olishadi. Mollar toza variantida. Hop. Hop, turini bir yerga olsa Omonbek 11,5 dan kam bor. 11 million 500 ming so'mdan. Kami bor. Bo'laveradi. Tortishmayman har doimgidek obunachilar. Hop, do'stimiz o'ziga aloqaga chiqsangiz, albatta zo'r o'tib beradilar. Zo'r qilib o'tib berishadi. Siz obunachilaringizda, sizlar o'zingizdan qimmat bo'ldi demasin 11 milliondan kami bor. Omonbek 11 million. Obunachilar ey, Liboyga solishtirsin. U narxlar uyaltirmaydi, sifatini moldi, sifati narxi to'g'ri kelsa Omonbek telefon qilishadi, bitiramiz. 11 milliondan kami bor, telefon qilishadi, o'tib beramiz. Lekin bitta 500 ming arzon qo'yapman. Ochig'ini aytaman, bitta oshga tushiryapsiz meni. Xudo xolasa Omonbek, aytayapman, kanalingizni rivoji uchun qo'yapmiz. Mollar Joningiz sog' bo'lsin, otangizga ming rahmat, xudo xolasa. El duosini oling, o'shanda ish zo'r bo'laveradi. Hop. Sizlardan shu bitta iltimos, like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna tugmachasini bosib qo'ysalarning ko'proq odamlar tarqashiga, hamma ko'rishiga, kimdir mol olmagan bo'lsa, olmoqchi bo'lsa, o'shalar ko'rishiga sababchi bo'ladi. To'ppa to'g'ri, hali savobni ehsonni katta kichigi bo'lmaydi deydi o'shanda narsa. Hop, bo'lmasa videoni uzoqlashmasdan mana bunday keyingi variantlarini ko'rsatishni boshladik. Jonivor, bitta ona qornidan tug'ilganda, bir xilligini obunachilar, joningiz sog' bo'lsin, shukrlar do'stim, otangizga rahmat. Zo'rlarini olib kelibsiz. 3tasini bitta qo'yamiz bo'lmasa. Bitta qo'yaveramiz Omonbek. Hop. Jon Omonbek. Hop, narxi 10 milliondan kami bor Omonbek, olsin. Obunachilaringizga. Molda aytayapman, shu yangi tug'ilganini fermaga borishsin, ishonishmasin, borishsin. Mashina yangi bir hafta bo'ldi. Qanchaga chiqarib berasan deysin. Agar mayna qilsa ularni $1000 kam chiqarib bermaydi. Kamida 10 million chiqarib beradi, tanish bilish qilsa ham. To'ppa to'g'ri. Bir haftalik zona. Bular kamida 3 oylik bo'lib qolgan zo'lar. Lekin ochig'ini aytganda shokka tushiryapsiz. Hop, bo'lmasa, hop 30 million so'mga telefon qilishadi, chiroyli qilib o'tib ham beramiz. Kami bor, 30 millionga kami bor. Telefon qilishadi, o'tib beramiz. Bo'laveradi. Bo'lmasa undan keyingisini ham bir ko'rsatib qo'yaylik. Undan keyingi variantlarga ham 3 ta qo'yamizmi? Hop, Omonbek. Hop.
3ta ham qo'yamiz Omonbek. Buni emas, toza narsa. Toza narsa ekan, yo'q. Turrovni ham bitta qo'yaveramiz. Bo'laveradi. To'rtta bitta qo'yaylik. Shuni qo'shaveradigan bo'lsak, narxini ochig'ini aytganda shunga qilib narxini ozroq qo'yamiz. Xo'p, bo'lmasa Omonbek, kerak o'zi mana undan kuchli. to'ppa-to'g'ri, kuchli oyoq qo'li baquvvat ekan mana. Turishi ham, kallalarni ham Korpusi hamma yo'q zo'r kelishgan holatda ekan. Narxini ayting endi, narx qiziqda hammaga. Asli narigi bilan teng Omonbek. Biroz Ha. juplab qo'ydik. 10 million emas, bular 9,5 dan berishadi Omonbek, yetkazib beramiz. 9,5 dan tanlab olsa, 9,5 dan Omonbek. 9,5 dan tanlab olishga ham. Bir yerga olsa chiroyli ham bor. Jonivor, obunachilar, lak bosadigan joyga keldi menimcha. Ya'ni bozorga chiqsa ham 12 million kam bor deb turadi, kamida. To'ppa-to'g'ri. Uyolganidan ham 10-10,5 so'raydi. Yarim so'raydi. Hop, bo'lmasa, Ishonchli yeb ichishiga Omonbek ha, 3 kun garantiyani beramiz. O'zi bir kunda ma'lum bo'ladi olib borsa. to'ppa-to'g'ri. Borib o'sha tumshuqlarini hamma yo'qni ko'rishadi. Avvalo doktorlariga tekshirib olsa ham bo'ladi borganda. Zo'r bo'ladi agar. Ko'ngil Aha. xoli bo'lmaydi. Doktorga tekshirtirib ko'rib olishadi, Alloh xudo xolasa garantiyali. U agar yeb ichmasa kelishadi, umuman muammo yo'q. Shunday olib kelishadi, sirazi qaytarib bersin, molni xohlasalar pulini qaytarib beramiz, xohlasalar almashtirib beramiz. U ularga muammosi yo'q, Ha. Omonbek. Bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar to'ppa-to'g'ri. Ham yaxshi niyatda oladi. Ey, mabodo deganim. Bu unaqa haligi bir marta sotib o'chib qoladigan telefon unaqasi yo'q. Xo'p, bo'lmasa obunachilar ana o'zlaring ko'rdilar, telefon qilinglar, imkon darajasida ish bitadi, bitmagan ishni o'zi yo'q. Endi undan keyingisiga mana bunday voy. Smashinlar deganlar. Smashinni zotidan, jonivor ey. Buni qaranglar ey. Shu lak bosadigan joyga keldi menimcha. Obunachilar ey. O'zlaring bahoni beringlar. Omonbek, Voy. xudo xolasa toza narsa. Hop. Buni mana bo'yiga tortishmayman. Bo'yi 1 metr atrofida, nariginiki 95 chiqsa kerak. Omonbek. Narxini ayting, ko'p maqtamaylik buni, narxi. Zot toza Omonbek. Yana aytaman. Ko'rinib turibdi. Mollarni zot toza ertaga boqqandan keyin uyaltirib qo'ymaydi. To'ppa-to'g'ri. Omonbek narxni hali siz bilan tortishishdan aytmayapman. Mhm. Bo'ladigan aytyapman. Hamma yoqqa solishtirib ko'rishaveradi. Narxlardan uyaltiradigan yeri yo'q. Bo'laveradi. Mana uni olsa Omonbek 10,5 emas, 10 million kam bor. Ikkalasini. Ha? Mana shuni olsa, bunisini Omonbek 9,5 kam bor. 9 million 500 ming so'm. Ikki o'nji polisi Omonbek kelishtirib beramiz yana. Obunachilar, narxlarga o'zlaring bahoni berasizlar. 9 million 500 ming so'mga xohlang 10 million so'mga oling. Dastavkasida umuman muammosi Yo'q, bo'lmaydi. muammo yo'q. Dastlabkidan umuman o'ylanishmas. Nuqta arqoni bilan yetib boradi. Aytibman, vodiy bo'ylab bo'lsa, xudo xolasa 2 soatda yetib boradi. Jonivorlar. Bo'laveradi. Bo'lmasa albatta telefon qilishadi obunachilar. Endi ochig'ini aytganda kamini o'tib berish o'zingizdan. Savdosi bor. Aytilgan narxlar muhim emas. To'ppa-to'g'ri, albatta savdosi bor. Yana bunaqa sharoitlar qayda bor obunachilar? Yana aytaman, qayerda bor? Albatta So'roy bozorida bor. Kommentariyaga qanaqa mol chiqarishdi, qanaqasidan kerak desalang, shunaqasini yozsalang, imkon darajasida shunaqalarni chiqaramiz. Endi undan keyingi variantlarga mana bunday Eston. Estonda Omonbek. Jonivor, Estonda o'ta go'zal, qoni toza, zoti tozalari kelibdi. Bularni ham bir qator oldidan ko'rsatib berdik. Omonbek amali sariq mol olsa Eston deb unaqaligi emas. Yo'q, mana o'zi mana. Qoram tur bo'ladi haligisi ham, to'ni ham. Bilasizmi? Mol o'ta ideal darajada emas. Shu holatda ham obunachilar mana yeb ichib turibdi. Hop, 1.5 ga, Hop. 1.10. 1.5 ga 1.10. Narxi. Narxi Omonbek. Narxini bularni arzon qo'yamiz. Mollar ya'ni ertaga sir bo'lsa, Aha. sir bo'lib chiqadi. Hop. 12 milliondan berishadi Omonbek, kami bor. 12 million so'mdan. milliondan berishadi, kami bor. Tanlab olsa 12 million tanlab olishadi. O'zi pilisi bo'lmaydi, bilasiz. 12 milliondan telefon qilishadi, qaysi birini jo'nat desa jo'natib beramiz. Mollar Tanlab olishga ham o'sha narx. tanlab olishga ham shunday. Joningiz sog' bo'lsin, otangizga rahmat. Obunachilar 12 million so'mdan albatta. Ha, hech qayerda bermaydi Omonbek. Mollar o'ta ideal darajada. bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar 12 million so'mdan narx qo'yildi. Kommentariyaga yana otangga rahmat deb albatta yozish esdan chiqmasin. Og'ilda bor Omonbek. Yana bormi? Eng 500 Endi
Ochig'ini aytganda hali videoni yakunlaymikin deb turdim. O'shanga. Jonivar ey. Obunachilar ana. Oxiri yo'q. Xudo xolasa mol qancha kerak bo'lsa shuncha bor, topiladi. Xo'p, endi obunachilar ey. Eng duri javohirlarni ichkariga salab qo'ygan ekansiz-da. Mollar. Obunachilar ey, ko'ringlar. Hashaki mollardan 1,5 million qimmat bo'lishi mumkin. Ertaga sotsa kamida 5 million qimmat sotishadi. To'ppa to'g'ri. Shu gapingizga O'sha Simentalga limuzin gibrid. Simentalga limuzin gibrid. Mol o'ta ideal. Aytganlardaqa ser chiqadi ertadan. Bo'lmasa narxini, bunday bo'yini o'lchaylik, narxini tas aytamiz. Hali ochiqini aytganda video yummasam cho'zilib ketmasin-da. Hop, buni bitta, ikkita, uchta, to'rtta simentalgacha 5 tasini bitta qo'ygan. Hop. Birinchisiga chorniy postura. Chorniy postura. Hop. Bo'yini 1.20, 1.18 chishyapti. Voh, 1.18. Hop. 1.18 chishyapti. Eng kichkinasini oqboshgacha. Hop, undan keyingisiga Eston, undan keyingisiga limuzin gibrid, undan keyingisiga rossiyskiy chorniy postura. Mana bu simentalga gibrid obunachilari. 5 tasini bitta joyga qani? Amambek 1.10. Biri 10 ga, biri 18. 18. Hop. Amambek, mana mollar chakana mollar emas, Amambek. To'ppa to'g'ri. Firmadan o'shaning bir hafta kutib olib chiqdim mana shu mollarni. O'tgan hafta kelish kerak edi bu mollar. Yetkazib, aydan chiqarib bo'lmadi. Bu hafta olib chiqdik. Mollar lekin o'ta zo'rlarini terib olib kirdi bega. Hop. Mana ham toza Eston, 100 talik variant. 100 talik variantda. Toza chorniy postura. Mana gibrid bo'lgan, mana hashaga gibrid emas. To'g'ri. Toza simentalga limuzin gibrid. Molni uzunligini ham mol to'qa, shunaqa yo'q. Mana Amambek video cho'zilsa ham mana ular ma'lumotini berib qo'ysa, Amambek ertaga To'ppa to'g'ri, ha? Orqa vashi o'ta kelishgan mollar. O'zi kuzga, kech kuzga, bahorga buqatalab bo'ladimi endi bular? Xudo xolasa bahorga Amambek buqatalab bo'ladi bular. Bo'laveradi. Jonivar ey. Turishini ko'ringlar ey. O'ta zo'r. Mana yuzi qoni toza mollar bilasiz. Tuni ham yo'q aytib turadi. Hop, endi qiziqda narxi. Narxi Amambek Ha. hammasini biriga olsin. Mollarni 18, 19 emas, 17 milliondan olsin. Yetkazib beramiz vodiy bo'ylab. 17 million so'mdan. 17 milliondan. Aytayapman, Xudo xolasa mana mollar agar sir bo'lib qoladigan bo'lsa, Ha. 55 millionga bermaydi. Siz ham bermaysiz. Dehqon bo'lib olib chiqadigan bo'lsangiz, siz ham bermaysiz mana mollarni. To'ppa to'g'ri. Yaxshi narsani mollar albatta o'ta hech zo'r. kim bergisi kelmaydi. Avvalo sotgisi kelmaydi yaxshi narsani, to'g'risini aytganda. Mana mollarni kelmagan yeri yo'q. Bittasini orqasi yo'q, unaqa bachkana mol yo'q. Hatto oyog'ini ko'ringlar, oyoq stakan yo'q. Mollarni hammasini ko'raman. U tuyoq o'sib ketgani ham yo'q. Mana. Xo'p, bo'lmasa endi undan keyingi variantlarini ko'rsataylik. Bunga Amambek yurtini olamiz deysin, 17 milliondan kami bor, tanlab olsa 17 million tanlab olishaveradi. 17 million so'mni tanlab olishga ham optimga kami bo'ladi. Kami bor. Hashaki molga solishtirmasin. Aytayapman, hashaki moldan ko'p emas, 1 million qimmat bo'lishi mumkin. Lekin arziydi. Mana Amambek Bo'laveradi. Endi undan keyingisiga smeshinni variant obunachilar. Klientlar bo'lib turibdi bu ham ish yotib. Klientlar olib turibmiz. Smeshinni ekan, lekin yaxshi narsa ekan. Amambek buning narxini Hop, 15 demaylik 14 million kami bor. 14 million kami. 14 million so'm kami bor. Kami bor. Jonivar. O'ta zo'r. Bo'laveradi, 14 million so'm kami bor. Endi undan keyingi ikkita jupmi? Estonni qarang mana. Shu tozasidan. Bizda kelmagan yeri yo'q. Ay buni soni mol. Bunisi Eston, bunisi postura ekan-a? Ha, shu yoqqa deyarli yo'q. Ha. Chorniy postura. Ko'ryapsiz? Chorniy posturani ham o'sha eng ideali. Bo'laveradi. Bo'lmasa narxini ayting endi buni. Jup qo'yamiz Omonbek. Hop. 2 o'yin jup olishadigan bo'lsa 25 million berishadi Omonbek. 12 million 500 so'm. Demaylik jup olsin 25 million berishadi 12,5 dan. Mol o'ta zo'r. Qoni toza. Bo'laveradi. Bo'lmasa hali dollarga olib kelib dollarga sotaman unaqa narsasi yo'q. Bunaqasi yo'q Omonbek. Aytayapman, mana ularni yangi tug'ilgan buzovni ham 1000 dollar sotyapti. Ochig'ini aytganda shunaqa. 12,5 dan berishsin, Omonbek 2 oy bo'lsa sotib beramiz. Kami ham bo'ladi. Endi mana shvedchamizni aytingchi, bu Shved. jonivar, lekin pahmahligini ko'ringlar, kallasi. Buqa
Kallaga o'xshargan-a? O'ta zo'r, Omonbek. Jonivor ey. Xohlasa hamma yo'g'i kiygan buni ham. Lekin yosh. Yosh. Emmaydi-ya. Yo'q, yo'q. Enasidan ajratilgan mo'ljal 1-2 oy bo'lgan. Aha. O'sha bilasiz, 2 oy yemadi. Biz 4 oylik ag'badi, rasa bo'lsa. To'ppa to'g'ri. Xo'p. Bo'lmasa buni oxirini narxini aytingchi. Asli mollardan kameri yo'q. Aha. Ular shved ishqibozlari. To'g'ri, shved ishqibozi ko'p. Xo'p. 12-11 yo'q, 11 milliondan kami bor. Omonbek 11 million so'm kami bor. Telefon qilishadi, ish bitadi. 11 million so'm kami bo'ladimi buni? Mol lekin toza. Obunachilar ochig'ini aytganda $1000 ham emasda ko'ringlar nima beryapti. Molni ertaga sir qilsa Omonbek yaxshi pulga baraka topishar moldan. Lekin mana shu ichkaridagi mollar, lekin qolganlar ham zo'r. Lekin ichkariga ochig'ini aytaman, yaxshilarini qo'yib Omonbek qo'yibsiz. hammasi qonun toza 100 talik varianti. Mozaligisi yo'q. Uni gibridlar ham hali hashaka molga gibrid bo'lmagan. Bo'laveradi. Toza qoldi hammasini. Bo'lmasa savdoyingizga Alloh barakasini bersin. Xudo xolasa obunachilar telefon qilishadi, imkon darajasida kelishtirib yo'lida qilib berasiz. Obunachilar qani bo'lmasa biz shu yerda videolarimizga yakun yasaymiz. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar obunachilar.